Şahit biz to'g'riniki ishlari rasmiy to'xtatdi. Uyg'ur Pulse Project, ya'ni Uyg'ur TV ishlari guvohlik videolarini yig'ib, arxivlashtirgan ishniki rasmiy to'xtaganligi sababi bilan bu programmamni ishlaydidim. Assalomu alaykum ko'pchilik. Guli Maqsud kanaliga xush keldinglar. Bugungi programmamda yana Jean Bonin apanninki tunugunki yozmasi 2021 yil 5-oyning 3-kuni Şahit biz to'g'riniki qurg'uvchisi Uyg'ur Pulse projektlari shu ishlarini qilayotgan Jean Bonin Facebook'ida inglizcha yozma yozib shu ishniki rasmiy to'xtaganligini Messenger orqali davomli video evatadigan ishlarni bo'ldi qilmay turishinglarni shu to'xtaganligini e'lon qilib hamda bizningki chet eldagi Uyg'urlar jamoati to'g'risida ozroq bir ishga qilibdi. Shu qisqacha yig'inchoqlab yozgan yozmasini o'qigandan keyin ko'pchilik bilan o'ylaganlarimni o'rtoqlashay dedim. Asosliq maqsadim oldi bilan minnatdorligimni bildirish, Jean Bonin apandiga rahmat aytish, andan keyin ko'nglimdagi yerim bo'lganligini bildirish hamda o'zimniki qanchalik umidsizlanganligim, ya'ni chet eldagi Uyg'ur jamoatimizniki vaziyatidan o'zimniki nomus qilganligim shuni so'zlab bir qoldirib qo'yay dedim. O'ylaganlarimni ham baharlagash. Şahit biz to'g'riniki ishlari oson ishlar emas. Biz rahmat aytmay turolmaymiz. Cho'ng minnatdorligimizni bildiramiz. Uyg'ur guvohlik videolarini ishlab Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi shu paketlarni to'plab arxivlashtirish intayin cho'ng ish, ahamiyati zo'r ish. Hammamiz minnatdorligimizni bildirishga tegishli ish. Ko'p rahmatlar bo'lsin. Ko'p jafo chekdingiz, ko'p ajr qildingiz hamda bizningki passiv Uyg'ur jamoatimizningki vaziyatidan o'zra so'rab o'zimningki o'ylaganlarimni so'zlay dedim. Oson emas, Şahit bizningki ishlarini qilish. Misol olaylik, 2 minutlik bir videoga bir ostiga inglizcha subtitlelarni kirgizib, uni tarjima qilib, 2 minutlik videoni o'sha tayyorlab, ikki Twitter hisobot akkaunti bor. Şahit biz bilan Uyg'ur Pulse Facebook page, Facebook beti bor, YouTube kanali bor, to'xtamay shundoq arxivlashtirib, Tor beti bor, Tor betining ichidagi tafsiliy uchurlarni ko'rsanglar, qanchalik cho'ng, qanchalik ko'p, qanchalik ajr, zehn talab qiladiganligini his qilib yetkilib bo'ladi. Osonlikcha bir kimlar qilib davomlashtirib ketaoladigan ishlardan bir emas. Bu bundoq ish qilib shu Uyg'ur emas turib, Uyg'ur qirg'inchilik uchun shunchalik ko'p zehnini, ya'ni yoshligidanki taxminan 1,5 yil, 2 yilga yaqin vaqtni biz uchun sarf qilgan Jean Bonin apandiga rahmat aytmay turolmaymiz. Ko'p rahmat. Umidsizlandim. Deganim Uyg'ur jamoatimizniki passivligidan, ya'ni Jean Bonin o'zi elib aytgandek, o'zinglar o'qib baqsanglar bo'ladi. Yozganniki shu kishilar amaliy konkret foydali bir xizmatlarni qilishning o'rniga o'zaro hujum qilish, bir-birsiga zaharni chechish degandek ish qilib bu vaziyatimiz demsum haqiqatan bu passivlik odamniki ko'ngli yerim qildi, beyaram qildi. Men nomus qildim, rost gap qilsam. Bir-birimizga qilayotgan shu radiyalar, passiv inkoslar, umidsizlandim deb bu to'xtab qolgan ishiga to'xtamasa bo'ladi deyishga mening hech qanday haqqim yo'q. Nima ish qilib bera oldik, biz hech ish qilib beramadik. Qanchalik shu ishga pul iona qila oldik. Qanchamiz ham baharlab shuningki chiqargan shu ishlarini qo'llab bir ish qila oldik. Men qayerda uchursa shu aman barmoqlarimni ishlatib turman, mayli Twitterda bo'lsin, mayli Facebookda bo'lsin. Facebookda mening Uyg'ur testimony deb ayrim bir Facebook page bor. Uyg'ur testimony Uyg'ur guvohlik videolari deb bir ism kirgizsanglar, bir Torbet Facebook page bat chiqdi shu meningki. To'xtamay shuni ham baharlab turdim. Undan boshqa biz nima ish qilib bera oldik?
Hamda bir erip charchab, biz shunchalik charchitib o'tdik rost deymizmi? To'xtagan chog'da biz bir minnatdorligimizni bir rahmat degan gap bilan bo'lsinmi, bir rahmatimizni bildiraylik. Ha, bu rahmat degan gap yezib qo'yishgami o'rinli qilsak, bir barmoqlarimizni ishlatib, hozir meniki videorimgami bir barmoq belgisini ustiga qarag'anni besib qo'yib, ostiga bir rahmat degan inkoslarni yezib qo'yaylik. Hamda Twitter'dagi shu ikki akkaunt shohid biz bilan Uyg'ur Pulse'niki. Facebook'da Facebook Badba, YouTube kanalı bor, shularga qilgan ishlariga shohid biz degan to'r betiga kirib qarab yaqinlar qilgan ishning kechiqligida. Oddiy bir misolni olib bersak, bir 2 minutlik guvohlik videosi deylik. 2 minutlik guvohlik videosining ostiga uni tarjima qilib, ostiga subtitlni kirgizib, tayyorlab, uni shohid biz to'r betiga shu bütün materialni shu tafsili yozib, uni Twitterga yo'llab, YouTube kanaliga yo'llab, bir 2 minutlik video uchun qilgan ajr 2 soat yetmaydi. Shunchalik ko'p kuch, vaqt, zihin talab qiladigan bu ishda, ya'ni shohid biz to'g'ri betiga kirib qarasanlar, 10 mingdan ortiq arxivlashtirilgan material bor. 10 mingdan ortiq kim qila oladi? Osonlikcha bir kimlarniki qila oladigan ishimiz, shunga biz rahmat aytmay tura olmaymiz. Jin bu napandiga rahmatlar bo'lsin. Ko'p jafo chekdingiz, ko'p qarg'uzdiq sizni. Facebook'daki u bir-birimizga qilingan hujumlarninki hammasini chet elliklarniki og'ziga chiqib qolsa, men nomus qilib ketdim rost gapni qilsam. Ko'pchilik qarindoshlar o'ylab boqayli, Uyg'ur tili biladigan chet elliklar ko'p. Uyg'ur madaniyatiga qiziqadigan, hozirmi o'rganayotgan chet elliklar ko'p. Bizningki qilayotgan ishlarimizga diqqat qilmay qolmaydi. Uyg'ur tili o'rganayotganlar, Uyg'urlarning yozgan bir narsa, Uyg'urchani bilmagan taqdirda hozir Google tarjimonligida hamma nima chiqib turadigan tursa, xijil bo'lmaymizmi? Shu bir-birimizga qilayotgan hujumlardan, o'rinsiz jidal mojarolardan. Men nurg'un, masalan, yaqindan bir ish gapniki oldindan chiqdi, Kanadalik ayol ishkisininki vatanimizda 10 yil turganlik haqidagi xabarlar chiqdi. Ularniki aralashadigan asosli odamlarimiz shu Uyg'urlar bilan aralashib yashaydigan ekan-to'q. Uyg'urchani sudek biladi ekan. Shular bizga diqqat qilmamda, shu Facebook'larda qilayotgan ishlarimizga diqqat qilmamda, nomus qilmamda. O'sha Uyg'ur Pulse Project'ning ichidan bir muncha Uyg'urcha guvohlik videolar ishlaydigan chet elliklar bor. Uyghur Human Rights Project UHRP'ning ichidami Uyg'urcha biladigan Güzel xonim bor. Onundan boshqa yana bir muncha men Twitterda biladigan Isroillik o qizmi Uyg'urcha o'rganayotdi. Ondan boshqa yana kimlar bor? Darren Byler, u Uyg'urcha biladi. Bu Uyg'ur jamoati ichida bo'layotgan jadal mojarolarga diqqat qilmay qolmamda. Xijil bo'lmaymizmi, nomus qilmaymizmi? Shunlashqa bu jin bu napaniki yozgan narsalarim haq deymizmi? Qanchalik diasporadagi Uyg'urlarniki qanchalik passiv ekanligi, amaliy konkret ish qilishniki o'rniga bir-birsiga hujum qiladiganligi degandeklarni yezib qoldirganligi. Shunlashqa o'zimizni biroz isloh qilaylik deyishga chaqiraman. O'ylab boqaylik, chet elliklardan xijil bo'lmasak, o'zimizniki avlodlardan keyingi farzandlarniki hozir Uyg'ur qirg'inchiligi yuz berayotgan bu tarixiy sahnalarda bu ishlar yuz berayotgan chog'da bizningki bolalarimiz, navralarimiz cho'ng bo'lgan chog'da bu yerda Facebook'da sizningki yosh ota-bolalarniki yozgan bir narsani ko'rib qolsa, ayol demay hujumlarni, undaq sat inkoslarni ko'rib qolsa, mening dadam, mening bovam mushtaq gaplarni yozib ekan, to'xtab bir shunlashqa yaxshi izlarni qoldiraylik, yaxshi amallarimiz ko'p qoladi bu dunyoda. Ondan boshqa yana selishtiradigan Yahudi qirg'inchiligidagi Holocaust Museum,
Auschwitz Memorial Museum deb onunkimi o'sha Twitterda to'xtamay o'sha o'lib ketganlarniki ismlarini kunda degidek yo'llab turadi. Yahudiy qirg'inchiligiga oid bir narsalarni. Ularniki narsaga qarasanglar ostidagi sansiprlar qarasanglarmi, har bir chiqargan bir tweetga necha minglab kishilarniki like berdiganligi, eng oz degandimi necha yuzlagan kishilarniki o'sha retweet ham bahlaydiganligini ko'ramiz. Ayni chog'dagi Yahudiy qirg'inchiligi bilan hozirgi Uyg'ur qirg'inchiligini solishtirsak, Uyg'ur guvohlik lager shohidlariniki gaplarini anglasak, ayni chog'dagi Yahudiy qirg'inchiligida vahshiy deyishga bo'ladi. O kishanlarniki putida Yahudiy qirg'inchiligi solishtirib dahshatligi uningdimi eg'ir sansipir jihatda bo'lsin, qiyin qistoq jihatda bo'lsin, bizningki uchrayotgan, bizning millatimizga kelayotgan bu qirg'inchilik tarixda yuz bergan qirg'inchilikdan eshib ketdek darajada tursa, hozir asli bizningki shu chet eldagi Uyg'urlar aktivlik bilan shularni ambaharlab, tweetlab, to'xtamay videolarni ishlab, aktiv konkret amaliy foydali ishlarni qilishniki o'rniga o'rinsiz jidal mojarolarni ko'p qilib ketdik. Undaq bo'lmasligi kerakdi. Shuningga bu videorim jiq so'zlab qo'ydim bu yana. Bu videomda birsi minnatdorligimizni bildirish, rahmat deytayli. Hamda bundan keyin shu shohid biz to'riniki chiqargan shu burun arxivlashtirgan shu materiallarga bo'lsin, Twitter akkauntidagi u shohid biz Twitter akkaunti va Uyg'ur Pulse Project mayli kimni boshqargan bo'lsin, bundan keyin kimni boshqarsin ish qilib, shuningdagi chiqqan shu tweetlarga to'xtamay barmoqlarimizni berib turaylik. Shu bizningki qila oladigan ishimiz. Andan keyin o'zimizni bir isloh qilaylik. Yozgan o'sha to'g'ri dunyosida qoldirayotgan bir narsalarımizga bir diqqat qilaylik. Har bir narsani yer shari belgisini besishdan ilgari post degan xatni besishdan ilgari to'g'ri dunyosiga shu yozgan bir narsamizni qo'yishdan ilgari avval bir o'ylanaylik. Yaxshi amallarni qoldiraylik. Amaliy konkret xizmatlarni qilaylik. Raddiyalarni oz beraylik, bir-birimizga oz-ozor beraylik, ozor bermaylik. Bo'ldimsa, Jin Bonin apandiga yana bir qatim rahmat. Bu programmam shu yerda oxirlashdi. Ko'pchilikningki bo'lmaganlarniki obun bo'lib, bir qo'ng'iroq belgisini ichib, barmoq belgilarini tashlab qo'yishinglarni umid qilaman. Undan boshqa yana ko'pchilikningki mushundoq media usullarini ko'plab ishlatishga chaqiraman. Vatanimizda yuz bergan ishlarni shu esingizda qilib qolgan shu tangsizliklar bilan bu o'zingiz uchraganligi narsalarni mushtaqiligi bir so'zlab bir video qoldirib qo'yishniki o'zimi ham bir guvohlik videosi ham o'zingizniki turmushni xotirlab ma'lumotlaringiz ham tarixingizni yozib qoldirganligingiz bilan o'xshash barobar mediani ko'proq ishlataylik. So'zlaydiganlarim shunchalik ekan. Ko'pchilik xayr xo'sh, omon bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.